Aqlli bo'ling, to'shakni markazga qo'ymang. Bu yotoqxona 7 kvadrat metr. Oddiy joylashuv uni tor qiladi. Eshik ochilganda burchak to'siladi. To'shak oyog'iga stol sig'maydi. Hatto stul uchun ham joy yo'q. Marjona qiynalmasligi kerak. Shuning uchun ishga kirishdik. To'shak orqasi uchun shkaf oling. Tagiga tortma shkaf qo'ying. Marjonaning uzun ko'ylaklari yo'lakni band qilmay joylashadi. To'shak rammasi uchun kvadrat po'lat naychalar ishlatiladi. Qola lizadan qarz olib mahkamlash uchun vintlar sotib oling. Rammani o'rab, ustiga shamollatgichli to'shak taxtasi qo'ying. Yonlari yumshoq. Umida xolaning to'shagi bilan yakunlanadi. Oddiy 2 qavatli gips shift yotoqxonani ikkiga bo'ladi. Tepada ochiq javonlari bor. Marjonaning kechki yeguliklarini va mayda buyumlarini u yerga qo'yish mumkin. Emily kechasi uyg'onsa qiynalmaslik uchun karavat yoniga tugma va rozetkalar o'rnating. Barcha kichik tungi narsalarni yaqin atrofda saqlanadi. Tashqi to'siq alohida joy yaratadi va o'rtada umidaning yiqilmasligi uchun to'siq bor. Karavatga 2 yog'och quti orqali chiqiladi. Ularda qo'shimcha tortmalar bor. Umidaning yosh kiyimlari tepada, qadrli ichki kiyimlari pastda saqlangan. Burchakdagi kitob javonda barcha o'quv materiallari joylashgan. Bu tuzilma bilan u erkin harakatlanib, faol bo'lib, sinfdoshlaridan o'zib ketadi. Karavat ostidagi shkafda Umidaning barcha uzun va qisqa kiyimlari bor. Hamma narsaga osonlik bilan faqat tortib olish orqali erishish mumkin. Yondagi sirg'aluvchan shkaf va ostidagi 2 katta g'ildirakli tortma mavsumiy adyollarni saqlaydi. Narsalarni joy behuda ketmay joylashtirish mumkin. Yengil tortma keng ish stoliga aylanadi. Ishlatilmaganda u orqaga surilib, yo'lakni ochiq va tartibli saqlaydi. Bu dizayn bilan kichik yotoqxona endi keng va yorug' yotoqxonaga aylandi. Uy jihozlari va mebellari bo'yicha eng so'nggi dizayn va yangiliklar uchun bizga obuna bo'ling.